Agar bitta botanik oldingizda haddan tashqari o'zini aqlli ko'rsatishga urinsa yoki sizni kamsitishga harakat qilsa, uning og'zini yopish uchun mana bu ikkita psixologik usuldan foydalaning. Birinchi usul: o'sha odam ortiqcha aqlli gaplarni gapirayotganda asabiylashmang, nigohingizni undan oling. 2 soniya davomida uning oyoq kiyimiga qarang. Keyin yana sekin ko'zlariga tikiling. Birorta ham og'iz ochmasdan, shunchaki yengil tabassum qiling. Shu zahotiyoq uning o'ziga bo'lgan ishonchi pasaya boshlaydi. Chunki u darhol mening oyoq kiyimda biron xatolik ko'rdimi yoki tashqi ko'rinishimda biror narsa bormi deb o'ylay boshlaydi. Ikkinchi usul: u gapirib bo'lgach darhol reaksiya bildirmang. 3-4 soniya mutlaqo jim turing. So'ng to'g'ridan-to'g'ri uning ko'zlariga qarab xotirjam ohangda deng: "Nima dedingiz? Sizni yaxshi eshitmadim." Bu sovuqqon reaksiya uning miyasini butunlay qisqa tutashuvga uchratadi. O'zini ahmoqdek his qilib, barcha kibru havosi o'sha yerning o'zida yo'qoladi va oxir-oqibat o'zi g'azabdan yorilib ketadi. Oddiy hayotiy voqealarda hech qachon botaniklar bilan tortishmang. Shunchaki psixologik nayrang ishlating, muammo yengilgina yechim topadi. Bu kitob o'z ichiga har qanday hayotiy vaziyatlarda ish beradigan psixologik nayranglarni o'z ichiga olgan. Uni xarid qilish uchun izohlarda plyus qoldiring.